Ham dronni ko'rasizlarmi? Bu maxsus dron, oddiy dron emas bu. Hozir bu dron haqida ma'lumot olamiz. Abduvahab aka, assalomu alaykum. Mana bu dron haqida ma'lumot bu ushbu dron yo'l patrul xizmati inspektorlarining o'sha planshetlarida yoki navbatchilik qismida bazasida bo'ladi. Bu baza orqali tekshirilganda o'sha tirbandlik hosil bo'lgan chorrahalarni, svetofor ishlamayotgan chorrahalarni aniqlab, navbatchilik qismiga axborot beradi. Navbatchilik qismi yo'l patrul xizmati inspektoriga ma'lumot beradi. Shu ma'lumotga asosan yo'l patrul xizmati inspektori chorrahaga borib, tirbandlikdan oldini oladi. O'zi chorraha shundan ham tirband bo'lsa, qay holatda yetib boradi? Qanaqa qilib mashinalar tirband bo'lsa qanaqa bo'ladi? Tirband bo'ladigan bo'lsa, har bitta patrulnilarda skuterlar bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta chorrahadan ikkinchi chorrahagacha tirbandlik hosil bo'ldi. Yo'l patrul xizmati inspektori avtopatrul transport vositasi ketayotganda bitta sherigi patrulniy transport vositasini boshqarib ketaveradi, ikkinchi skuterni tushirib, yo'l oralab, ikkinchi chorrahagacha skuter yordamida yetib olib, bu vaqtni tejash maqsadida skuter yordamida yetib olib, tirbandlikdan oldini oladi. Ajoyib, gap bo'lishini ko'rasiz. Aziz do'stlar, ko'rdinglarmi? Innovatsiya bo'libdi. Mana bu skuter orqali tezda o'sha joyga yetib borib, o'sha tirbandlikdan oldini olib yoki ishlamayotgan svetofor bo'lsa, yordam berishar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yangi loyiha bo'libdi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Aka, rahmat. Salomat bo'ling.